Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun sizning e'tiboringizni juda muhim, hayotingizga bevosita ta'sir qiladigan bir mavzuga qaratmoqchiman. Hozir aytadigan gaplarimni shunchaki ma'lumot deb qabul qilmang. Bu sizning moliyaviy barqarorligingiz, kelajagingiz va hatto shaxsiy erkinligingizga daxldor bo'lishi mumkin bo'lgan ogohlantirishdir. Ko'plaringiz ehtimol bu yangiliklardan bexabarsiz yoki ularga yetarlicha e'tibor bermayapsiz. Ammo hozirgi sharoitda bu juda xavfli bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizdan iltimos qilaman, bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, chunki har bir daqiqa, har bir jumla siz uchun qimmatli bo'lishi mumkin. Agar kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lish tugmasini bosing va videoga like qo'yishni unutmang. Bu video imkon qadar ko'proq odamga yetib borishiga yordam beradi. Ishoning, bugungi ma'lumotlar sizni juda ko'p muammolardan xalos qilishi yoki aksincha katta imkoniyatlarga eshik ochishi mumkin. Keling, avval vaziyat qanday bo'lganini va hozir nimalar o'zgarganini aniq tushunib olaylik. Uzoq yillar davomida mamlakatimizda ko'plab fuqarolar norasmiy ravishda, ya'ni hech qanday hujjatlarsiz, soliq to'lamasdan o'zlarini mustaqil ravishda ish bilan ta'minlab kelishdi. Bu uyda tikuvchilik qiladigan ayollar, taksi haydovchilari, sartaroshlar, hunarmandlar, repetitorlar, hatto kichik do'kon egalari va bozorlarda savdo qiluvchi shaxslar uchun ham xos edi. Ular ko'pincha naqd pul orqali ishladilar, davlatdan hech qanday nazoratni sezmadilar. Bu esa ularga erkinlik tuyg'usini berdi. Bunday ishlash usuli ko'pchilikka qulay tuyulardi. Chunki byurokratiya yo'q edi, soliqlar yo'q edi, hisobotlar bilan bosh qotirish shart emas edi. Odamlar o'z ishlarini qildilar, pul topdilar va uni o'z ehtiyojlariga sarfladilar. Bu tizimning o'ziga yarasha kamchiliklari bor edi, albatta. Norasmiy ishchilar ijtimoiy himoyadan mahrum edilar. Ular uchun pensiya hisoblanmasdi, tibbiy sug'urta yo'q edi. Kasallik ta'tillari yoki homiladorlik nafaqalari haqida gapirishning hojati ham yo'q. Lekin ko'pchilik uchun bu erkinlik ustunroq edi. Ammo bugun vaziyat tubdan o'zgargan. Davlat iqtisodiyotni shaffoflashtirish, soliqlarni yig'ishni yaxshilash va har bir fuqaroning ijtimoiy himoyasini ta'minlash maqsadida jiddiy islohotlarni amalga oshirmoqda. Eng muhimi, endi norasmiy faoliyat deyarli imkonsiz bo'lib qoldi yoki juda katta xavf ostida turibdi. Texnologiyalar rivojlanishi bilan davlat har bir fuqaroning daromadlarini, bankdagi operatsiyalarini va moliyaviy harakatlarini kuzatish imkoniyatiga ega bo'ldi. Endi men naqd pul bilan ishlayman, meni hech kim bilmaydi degan tushuncha eskirgan. Bank kartalari orqali amalga oshirilgan to'lovlar, onlayn o'tkazmalar, hatto mobil ilovalar orqali yuboriladigan pul o'tkazmalari ham davlat e'tiboridan chetda qolmayapti. Katta hajmdagi shaxsiy o'tkazmalar ham soliq idoralarining savollarini tug'dirishi mumkin. Avvallari soliq xodimlari sizning daromadlaringizni aniqlash uchun jismoniy tekshiruvlar o'tkazishi kerak edi. Bu esa qiyin va cheklangan edi. Endi esa barcha ma'lumotlar raqamli shaklda mavjud va uni tahlil qilish imkoniyatlari kengaygan. Bu shuni anglatadiki, hozirgi kunda norasmiy ishlayotgan har bir shaxs o'zining faoliyatini qonuniylashtirmasa, jiddiy jarimalar va boshqa noxush oqibatlarga duch kelishi mumkin. Bu nafaqat davlat uchun, balki har bir fuqaro uchun ham yangi davrning boshlanishidir. Keling, endi bu o'zgarishlarni yanada chuqurroq ko'rib chiqamiz. Asosan bugungi kunda daromad topish faoliyati bilan shug'ullanadigan har bir fuqaro ikki asosiy kategoriyadan biriga mansub bo'lishi shart. O'zini o'zi band qilgan shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkor, YTT. Bu ikki tushunchani chalkashtirmaslik juda muhim. Chunki ularning soliq rejimi, hisobotlari va huquqlari farq qiladi. O'zini o'zi band qilgan shaxs bu davlat tomonidan tasdiqlangan maxsus ro'yxatdagi faoliyat turlari bilan shug'ullanadigan jismoniy shaxs. Bu ro'yxat doimiy ravishda yangilanib boradi. Lekin odatda uyda tikuvchilik, sartaroshlik, kosmetologiya, repetitorlik, taksi xizmatlari, mebel yig'ish, sanitar texnik ishlar, SMM xizmatlari va boshqalar shular jumlasiga kiradi. Muhim jihati shundaki, o'zini o'zi band qilgan shaxs o'zining faoliyatini yuridik shaxs tuzmasdan, yo'lovchi ishi jalb qilmasdan amalga oshiradi. Ya'ni siz faqat o'zingiz ishlaysiz. Ular uchun soliq rejimi juda soddalashtirilgan va juda qulay qilingan. Yakka tartibdagi tadbirkor, YT bu ham jismoniy shaxs, ammo uning faoliyat turlari o'zini o'zi band qilgan shaxsniki bilan chegaralanmagan. Yatlar, kichik do'konlar, kafelar, xizmat ko'rsatish shoxobchalari ochishlari, hatto ma'lum bir miqdorda ishchi jalb qilishlari ham mumkin. Yatlar uchun ham soliq rejimi nisbatan soddalashtirilgan bo'lsa-da,
o'zi band qilganlarga qaraganda biroz murakkabroq va mas'uliyatliroq. Xo'sh, nimalarni bilishimiz kerak? Ro'yxatdan o'tish tartibi. O'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish juda oson. Buning uchun soliq mobil ilovasini yuklab olish yoki Soliq.uz portaliga kirish kifoya. Bir necha daqiqada siz ro'yxatdan o'tasiz va rasmiy ravishda faoliyat yuritishingiz mumkin bo'ladi. YTT sifatida ro'yxatdan o'tish My.uz portali orqali amalga oshiriladi va biroz ko'proq hujjat talab qiladi, ammo bu ham to'liq onlayn tarzda bajariladi. 2. Soliq stavkalari. O'zi band qilgan shaxslar uchun soliq stavkasi juda past. Odatda yillik ijtimoiy soliq summasi belgilangan. Hozirgi kunda bu bazaviy hisoblash miqdorining BXM kamida 1 barobar miqdorida. Bu taxminan 30-40 ming so'm atrofida bo'ladi va uni xohlagan vaqtda to'lash mumkin, ammo bu summa sizning pensiya stajingizni hisoblash uchun asos bo'ladi. Agarda sizda yillik aylanma 1 million so'mdan oshmasa, daromad solig'idan ozod etilasiz. Faqat ba'zi faoliyat turlarida bu summa oshishi mumkin. Yatitlar uchun esa aylanma solig'i mavjud bo'lib, u odatda tirpaytini tashkil etadi. Ba'zi faoliyat turlari uchun esa qat'iy belgilangan miqdordagi soliq to'lanadi. Masalan, xizmat ko'rsatish sohasidagi yatitlar uchun 4% aylanma solig'i. Savdo faoliyati bilan shug'ullanuvchilar uchun esa darparvatidan 15 gacha bo'lishi mumkin. Bu hudud va faoliyat turiga bog'liq. O'tu, ijtimoiy badallar. Ro'yxatdan o'tganlik sizga ijtimoiy ma'no ta'minlaydi. Ya'ni sizning pensiya stajingiz hisoblanadi, kasallik ta'tillari va boshqa ijtimoiy imtiyozlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu oldin norasmiy ishlaganlar uchun mutlaqo yangi imkoniyatdir. Kimlar xavotir olish kerak? Aslida daromad topish maqsadida muntazam faoliyat bilan shug'ullanadigan har bir shaxs xavotir olishi kerak. Misol uchun, Gulnora 45 yosh uyda kiyim tikadi va qo'shnilar do'stlariga sotadi. Oyiga o'rtacha 45 million so'm daromad topadi. Ilgari u hech qanday ro'yxatdan o'tmas edi. Endi u o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishi va tegishli ijtimoiy soliqni to'lashi shart. Agar Gulnora bu ishni qilmasa, uning bank kartasiga muntazam kelib tushadigan pullar soliq organlarining e'tiboridan chetda qolmaydi va unga jarima qo'llanilishi mumkin. Jarima miqdori ancha sezilarli bo'lishi mumkin. Noqonuniy tadbirkorlik faoliyati uchun BSMning 5 baravaridan 7 baravarigacha. Tasavvur qiling, bu 7 million so'mdan 2-4 million so'mgacha bo'lgan mablag'. Alijon o'tim yosh o'z avtomobilida taksichilik qiladi. Har kuni yo'lovchilardan naqd yoki karta orqali to'lov oladi. Oldin u ham hech qanday hujjatlarsiz ishlar edi. Endi Alijon ham o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish kerak. Uning faoliyati taksichilik xizmatlarining o'zi band qilgan shaxslar ro'yxatiga kiritilgan. Agar Alijon ro'yxatdan o'tmasdan ishlashda davom etsa, uning faoliyati noqonuniy hisoblanadi va transport nazorati xizmati yoki soliq organlari tomonidan jarimaga tortilishi mumkin. Bunday holatda nafaqat jarima, balki avtomobilni jarima maydonchasiga joylashtirish ham kuzatilishi mumkin. Diyorbek 25 yosh, SMM bo'yicha freelancer. U turli kompaniyalarga ijtimoiy media marketing xizmatlari ko'rsatadi. Ba'zida chet el mijozlaridan ham to'lov oladi. Oyiga o'rtacha 7-10 million so'm daromad topadi. Ilgari Diyorbek ham bu daromadlarni deklaratsiya qilmasdi. Hozir u o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishi mumkin. Agar uning yillik aylanmasi 1 million so'mdan oshsa, u YTTga o'tish kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tmasdan ishlash uni nafaqat jarimalarga, balki kelajakda bank kreditlari olishda ham muammolarga olib kelishi mumkin. Negaki, banklar sizning rasmiy daromadingizni talab qiladi. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Faqat bir joyda rasmiy mehnat shartnomasi asosida ishlaydigan va ish haqi oladigan shaxslar, ularning soliqlari va ijtimoiy badallari ish beruvchi tomonidan to'lab boriladi. Sizning yagona daromad manbangiz ish haqi bo'lsa, siz xavotir olmaysiz. Faqat pensiya oluvchilar. Agar sizning yagona daromadingiz davlat tomonidan beriladigan pensiya bo'lsa, siz ham soliq masalasida xavotir olmasligingiz mumkin. Qonuniy ravishda davlatdan nafaqa oladigan shaxslar, masalan, nogironlik nafaqasi, bolalikdan nogironligi bo'lganlarning nafaqasi va boshqalar. Vaqti bilan o'zining shaxsiy mol-mulkini sotadigan shaxslar. Masalan, eski mashinasini yoki uzoq vaqtdan beri turgan uyini sotsa. Bu faoliyat muntazam daromad keltirish maqsadida emas, shaxsiy mol-mulkni realizatsiya qilish hisoblanadi. Lekin agar siz muntazam ravishda avtomobil olib sotsangiz, bu allaqachon tadbirkorlik faoliyati hisoblanadi.
Hozir aytganlarim faqat umumiy qoidalar edi. Har qanday qoidada bo'lgani kabi bu yerda ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan nozik jihatlar va kutilmagan muammolar bo'lishi mumkin. Keling, ularni birma-bir ko'rib chiqaylik. Bu qism ayniqsa muhim, chunki ko'pchilik aynan shu yerda xatolarga yo'l qo'yadi. Istisnolar. Qishloq xo'jaligi faoliyati. Dehqon xo'jaliklari tomorqa yer egalari tomonidan yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotishdan olingan daromadlar soliqdan ozod qilinadi. Bu jismoniy shaxslar uchun juda muhim imtiyozdir. Ammo agar siz fermer xo'jaligi tashkil etib, katta miqyosda dehqonchilik bilan shug'ullansangiz va ishchi kuchi yollasangiz, u holda bu yetti yoki yuridik shaxs faoliyati hisoblanadi va tegishli soliqlar to'lanishi kerak. 2. Vaqtinchalik nokomerk faoliyatlar. Agar siz biror marta, masalan, qo'shningizning mebelini yig'ishga yordam berib, kichik haq olgan bo'lsangiz, bu muntazam daromad keltirish maqsadi bo'lmagani uchun soliqqa tortilmasligi mumkin. Bu yerda asosiy mezon faoliyatning muntazamligi va daromad olish maqsadi. Ya'ni bir martalik yordam tadbirkorlik emas, lekin har oy ma'lum bir summalarga mebel yig'ish allaqachon muntazam faoliyat hisoblanadi. 3. Imtiyozli toifalar. Ba'zi ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar, masalan, nogironligi bo'lganlar yoki yoshga doir pensiyaga chiqqanlar uchun ba'zi soliq imtiyozlari mavjud bo'lishi mumkin. Lekin bu har bir holatda alohida ko'rib chiqilishi kerak va tegishli qonun hujjatlariga murojaat qilish lozim. Masalan, pensiyaga chiqqan kishi o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tsa, ijtimoiy soliqni to'lashi kerak bo'ladi. Ammo uning faoliyati uchun boshqa soliqlar bo'yicha imtiyozlar bo'lishi mumkin. Kutilmagan muammolar va nozik jihatlar. Pitfalls. Bir shaxsiy va biznes moliyalarini aralashtirib yuborish. Ko'pchilik o'zining shaxsiy bank kartasiga mijozlardan pul o'tkazmalarini qabul qiladi. Hozirda bu juda xavfli. Soliq idoralari sizning kartangizga kelib tushgan katta va muntazam pul o'tkazmalarini tahlil qilishi mumkin. Agar bu o'tkazmalar sizning rasmiy faoliyatingizga mos kelmasa, sizdan izoh talab qilinishi mumkin. Masalan, agar sizning kartangizga oyga minta turli odamlardan 100 ming so'mdan o'tkazmalar kelib tushsa, bu sizning biror narsa sotayotganingiz yoki xizmat ko'rsatayotganingizdan dalolat beradi. Eng yaxshi yechim biznes uchun alohida bank kartasi ochish yoki to'lovlarni rasmiy kassa apparati yoki virtual kassa orqali qabul qilish. 2. O'zini o'zi band qilgan shaxs limitidan oshib ketish. O'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ishlashning yillik aylama bo'yicha ma'lum bir cheklovi bor. Hozirgi kunda bu 1 million so'mni tashkil etadi. Ba'zi faoliyat turlari bundan mustasno bo'lishi mumkin. Agar sizning yillik daromadingiz bu summadan oshib ketsa, siz yatga o'tishingiz shart. Agar bu ishni qilmasdan o'zi band qilgan shaxs sifatida faoliyat yuritishda davom etsangiz, noqonuniy tadbirkorlik uchun jiddiy jarimalarga duch kelishingiz mumkin. Bu juda muhim nuans, chunki ko'pchilik o'z daromadlari oshganda ham o'zi band qilgan shaxs maqomida qolaveradi. 3. Chek bermaslik yoki hisob varaq faktura yozmaslik. Ayniqsa yatlar uchun bu juda muhim. Agar siz tovar sotsangiz yoki xizmat ko'rsatsangiz, mijozga chek berishingiz yoki hisob varaq faktura rasmiylashtirishingiz shart. Bu sizning daromadlaringizni rasmiy hisoblash va soliq to'lash uchun asos bo'ladi. Chek bermaslik uchun jarimalar mavjud. Virtual kassalar yoki mobil ilova orqali chek berish imkoniyatlari hozir juda keng. Rasmiy bildirishnomalarni e'tiborsiz qoldirish. Soliq idoralari ko'pincha sizning soliq uzdagi shaxsiy kabinetingizga yoki mobil ilovaga turli xil bildirishnomalar yuborishi mumkin. Bu bildirishnomalar soliq qarzlari, hisobot muddati tugashi yoki sizning faoliyatingizga oid savollar bo'lishi mumkin. Ularni e'tiborsiz qoldirish jiddiy muammolarga, masalan, jarimalarning oshib ketishiga yoki hisob varaqlarning bloklanishiga olib kelishi mumkin. Har doim shaxsiy kabinetingizni muntazam tekshirib turing. 5. Davlat tomonidan taqdim etilayotgan imtiyozlar va subsidiyalardan bexabarlik. Formalizatsiya nafaqat majburiyatlar, balki imkoniyatlar ham degani. Rasmiy faoliyat yurituvchi shaxslar davlat tomonidan beriladigan turli imtiyozlar, kreditlar, subsidiyalar va grantlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, yosh tadbirkorlar yoki ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash uchun ajratiladigan arzon kreditlar. Norasmiy ishlagan holda bu imkoniyatlardan mahrum bo'lasiz. Ijtimoiy kafolatlar. Bu katta nozik jihat. Odamlar ko'pincha soliq to'lashni faqat majburiyat deb bilishadi. Lekin bu sizning kelajagingizga qo'yilgan investitsiya ekanligini unutmang.
Soliqlar to'lash orqali siz pensiya jamg'armasiga hissa qo'shasiz. Bu sizning keksaligingizda pensiya olishingizni ta'minlaydi. Shuningdek, tibbiy xizmatlar, kasallik ta'tillari, onalik nafaqalari bularning barchasi rasmiy faoliyat orqali kafolatlanadi. Norasmiy ishlayotgan shaxslarda esa bunday kafolatlar yo'q. Tasavvur qiling, siz butun umr norasmiy ishladingiz va yoshi ulg'ayganda pensiyasiz qoldingiz. Bu qanchalik achinarli. Shuning uchun formalizatsiya bu faqatgina davlat talabi emas, balki sizning o'zingiz uchun ham uzoq muddatli foydali sarmoyadir. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Bu vaziyatda siz nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlarni qo'yishingiz lozim? Men sizga aniq va tushunarli ko'rsatmalar beraman. Bir qadam, faoliyatingiz turini aniqlang. Avvalo, siz qanday faoliyat bilan shug'ullanayotganingizni aniqlang. Siz o'zi band qilgan shaxs ro'yxatiga kiradigan faoliyat bilan shug'ullanyapsizmi? Masalan, sartaroshlik, repetitorlik, taksichilik, uyda tikuvchilik, SMM xizmatlari yoki siz YTT bo'lishingiz kerak bo'lgan faoliyat bilanmi? Masalan, kichik do'kon, kafe ishlab chiqarish. Soliq qo'mitasining rasmiy veb-saytida yoki soliq mobil ilovasida o'zi band qilgan shaxslar uchun faoliyat turlari ro'yxati mavjud. Uni diqqat bilan o'rganib chiqing. Agar faoliyatingiz ushbu ro'yxatda bo'lsa, siz o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Agar yo'q bo'lsa va siz muntazam daromad oladigan boshqa faoliyat bilan shug'ullansangiz, YT sifatida ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. 2 qadam ro'yxatdan o'ting. O'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish uchun smartfoningizga soliq mobil ilovasini yuklab oling. App Store yoki Google Play dan. Ilovaga kirib, telefon raqamingiz orqali ro'yxatdan o'ting yoki mavjud ID karta, pasport ma'lumotlaringiz bilan kirish qiling. O'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish bo'limini tanlang. Dard, faoliyatingiz turini tanlang. Masalan, sartaroshlik xizmatlari yoki uyda tikuvchilik. Shartnomani tasdiqlang. 6. Bir necha daqiqa ichida siz ro'yxatdan o'tganingizni tasdiqlovchi QR kodli guvohnomani olasiz. Bu guvohnomani saqlab qo'ying. Uni talab qilinganda ko'rsatishingiz mumkin. Yakka tartibdagi tadbirkor YTT sifatida ro'yxatdan o'tish uchun bir MyBongo.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga kiring. 2. O'zining shaxsiy identifikatsiya raqami va paroli bilan tizimga kiring yoki ro'yxatdan o'ting. Tadbirkorlik faoliyatini ro'yxatdan o'tkazish bo'limini toping va yakka tartibdagi tadbirkorni tanlang. Kerakli ma'lumotlarni, pasport ma'lumotlari, faoliyat turi, joylashuv manzili va hokazo kiriting. Faoliyat turini tanlashda KIFR kodi orqali amalga oshirasiz. 5. Davlat bojini to'lang. 6. Ariza yuborganingizdan so'ng qisqa muddat ichida YTT sifatida ro'yxatdan o'tganingiz haqida ma'lumot olasiz. Ba'zida qo'shimcha tekshiruvlar talab qilinishi mumkin, ammo asosan jarayon onlayn. 3 qadam, soliq to'lash tartibini tushunib oling. O'zi band qilgan shaxslar yuqorida aytganimdek, siz yillik ijtimoiy soliqni BSHMning il barobar miqdorida to'lashingiz kerak. Bu pulni bir vaqtning o'zida yoki yil davomida bo'lib sizga qulay vaqtda to'lashingiz mumkin. To'lovni soliq mobil ilovasi orqali, bank ilovalari, masalan, Click, Payme orqali yoki bank kassalari orqali amalga oshirish mumkin. To'lagan har bir summadan so'ng chekni saqlab qo'ying. Yatlar. Sizning daromadingiz turiga qarab aylanma solig'ini odatda dirketda yoki qat'iy belgilangan soliqni to'laysiz. Soliqlar har oy chorak yakunida yoki boshqa belgilangan muddatlarda to'lanishi mumkin. Soliqlar to'g'risidagi hisobotlarni ham muntazam ravishda elektron tarzda soliq.uz portaliga topshirishingiz kerak bo'ladi. Agar sizda savdo yoki xizmat ko'rsatish obyekti bo'lsa, virtual kassa apparati o'rnatishingiz va har bir xizmat tovar uchun mijozga chek berishingiz shart. 4 qadam, hujjatlashtirish va hisob yuritish. O'zi band qilgan shaxslar uchun bu jarayon juda sodda. Siz faqat daromadlaringizni nazorat qilib borishingiz va yillik aylama limitidan 1 million so'm oshmasligingizni tekshirishingiz kerak. YTTlar uchun esa hisob yuritish biroz murakkabroq. Siz har bir operatsiya, har bir daromad va xarajatni qayd etib borishingiz lozim. Virtual kassa orqali chek berish va bank orqali barcha pul o'tkazmalarini rasmiylashtirish bu sizning eng yaxshi yechimingiz. Bu sizni kelajakdagi ortiqcha muammolardan xalos qiladi. 5 qadam, ma'lumotlardan boxabar bo'ling. Qonunchilik doimiy ravishda o'zgarib boradi. Soliqlar, imtiyozlar va talablar yangilanishi mumkin. Shu sababli Soliq qo'mitasining rasmiy Telegram kanallariga, veb-saytlariga obuna bo'ling.
mahalliy soliq inspeksiyalariga murojaat qilib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Ba'zida bu sohadagi professional buxgalterlar yoki yuristlarning maslahatiga murojaat qilish ham juda foydali bo'ladi. 6 qadam. Vahima qilmang, lekin harakat qiling. O'zgarishlar dastlab biroz murakkab tuyulishi mumkin. Ammo vahima qilishning keragi yo'q. Eng muhimi bugundan boshlab harakatni boshlash. Jarimalarga duch kelishdan oldin o'z faoliyatingizni qonuniylashtiring. Bu sizning tinchligingiz va kelajagingiz uchun eng to'g'ri yo'ldir. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, iqtisodiyotimizda formalizatsiya jarayoni qaytarib bo'lmas tus olgan. Norasmiy ishlash davri o'z nihoyasiga yetmoqda. Bu jarayonni shunchaki majburiyat deb qabul qilmang. Balki o'zingiz va oilangiz uchun yangi imkoniyatlar eshigi deb biling. Rasmiy faoliyat bu nafaqat davlatga soliq to'lash, balki ijtimoiy himoyalanganlik, pensiya, tibbiy xizmatlar, bank kreditlari va ishonchli hamkorlar bilan ishlash imkoniyatidir. Shuning uchun hoziroq harakat qiling. Videoda keltirilgan barcha ma'lumotlarni diqqat bilan o'rganib chiqing va o'z faoliyatingizni qonuniy asosga o'tkazing. O'ylaymanki, bu video siz uchun juda foydali bo'ldi. Sizning fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Ushbu mavzu bo'yicha o'z savollaringizni, tajribalaringizni yoki fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men ularga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz kelajakda ham shunga o'xshash muhim va foydali ma'lumotlarni sizga yetkazib bera olamiz. E'tiboringiz uchun rahmat va kelgusi videolarda ko'rishguncha